Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodi do'stlar, Zoders kanalida do'stlar mening yangi videolarimni ko'rishga tayyormisiz? Unday bo'lsa biz boshladik. Tak do'stlar, bu yerda bir o'zim emasman, mening singlim ham bor, ammo u do'stlar doim band kreativga nimalardir ijod qilib yuradi do'stlar. Do'stlar, qalpog'im yarashibdimi? Fermerchilikka mos do'stlar. To'g'rimi? Mana unda ketdik. Tak, bizga bor. Tak. Mana bizning ekinlarimiz zo'r do'stlar. Buni janob merga topshiramiz. Tak. Tak, olishimiz kerak. Mana do'stlar, kim bilgan bo'lsa, bu kompotning uyi do'stlar. Kompot. Ya'ni o'sha 13-qishloq do'stlar. Agar kimda kim shu modlar ishlatdi, shu videomizdagi modlar sizlarga kerak bo'lsa, 152 ta likedan so'ng, bu hazil like emas, albatta mening kanalim uchun bu hazil, ya'ni kam like emas, lekin sizlar yig'ishingiz kerak. Yo'qsa do'stlar, men umuman nima qilmayman, ya'ni video chiqarmayman do'stlar. Video chiqaraman, bu modlarni tashlab qo'ymayman-da Telegramga. Shu modlar kerakmi? Demak, 150 ta like yig'ing. Va bu modlar sizniki bo'ladi. Keyin esa do'stlar, singlimning oldiga ham bir o'tib kelish kerak, xafa bo'lmasin u ham. Tak, nega kartochkalar juda ham kam chiqdi? Tak, bilmadim, kartochkalar juda ham kam chiqdi do'stlar. Bo'li, yana 64 ta chiqqan ekan-ku, endi shu 6 tani ko'rdim va bitta chirigan kartoshka. U safargiday do'stlar, yana xom ish qilib yurmaylik. Nega desanglar, o'sha kuni kim bilsa, men sog', ya'ni yaxshi kartochkalarni o'tarib, chirigan kartochkani qo'yibman. O'rniga yana merdon olib keldim va men do'stlar 13-qishloqqa ko'chib o'tdim do'stlar. 13-qishloqqa. Va do'stlar, men mebellarni ham sotib olishim kerak. O'zimga do'stlar 2 talik kravat sotib olishim kerak. Kim bilsa, mening podvalim bor, albatta. Tak. Bularni qo'yib olamiz. Keyin singlimning oldiga boramiz. Qanday ishlarni do'stlar, men kreativga o'tay deyman, lekin hammasini survalda qilgim keladi. Chunki men kreativga o'tmayman. Do'stlar, bu mod, ya'ni animatsiya modi kerak bo'lsa, menga yozing va qalpoq va boshqa modlar va mebellar mod ham kerak bo'lsa yozinglar. Eng yoqqan mod mana bu bo'ldi, tak bo'ldi. Janob merga aytib berishimiz kerak buni. Tak, janob merga aytib beramiz va bu qalpoqni joyiga solib qo'yamiz. Do'stlar, bu men qachon mer bo'lsam, shunda taqaman deb niyat qilib yurgan toj do'stlar. Qalay, qachon mer bo'lsam taqaman do'stlar. Tak, golden crown. Golden oltin degani crownni bilmadim do'stlar. Tak, endi biz janob merning oldiga borib, bularni berib kelamiz. Tak, janob mer mana shu yerda yashaydi. Janob mer, assalomu alaykum. Yaxshimisan Zodi? Yaxshiman. Mana kartoshkalar va boshqa kartoshka va sabzilar oling janob mer. Mayli, bugun chirigan kartoshkalar chiqmadimi deyman? Yo'q janob mer, chiqdi. Men tirzab nimaga uchasan? Prosta aytyapman-da, chiqdi, bitta chiqdi. Kartoshkalarni yaxshi qarabsan, yaxshi bitta chiqqan bo'lsa. Men ham shuni aytaman-da. Tak, endi do'stlar, singlimning oldiga boramiz. Qani ketdik. Tak, undan kreativdan narsalar. Shoshmanglar, bir mebelchining uyiga kirib o'tay. Menga kerak mebellarni olib kelsin. Tak, mebelchining uyi qayerda deydi? Mana shu edim deyman. Shu. Salom janob mebelchi. Salom Zodi. Yangi tovarlar keltirdingizmi? Qator to'ldiribsiz. Diva ustalar. Ajoyib. Tak, do'stlar, janob mebelchi, agar menga ana bunaqa ustaldan 2 ta olib keling. Shu bitta olib keling. Bittami, ikkitami yo bittami? Bitta olib keling. Tak, men o'zimning uyimga qo'yaman. Pulini olib kelganingizdan so'ng beraman. Mayli. Tak, endi singlimning oldiga ham borsak bemalol bo'ladi. Kreativga mazza bo'lsa kerak. Men ham kreativga o'tsam bo'ladi, lekin afsuski
Hoppa, hoppa, tak. O, yaxshimisan, Shamnam? Sheni yozib bering. Sheni? Ha. Hozir. Bo'ldi, mana Shabnam. O, zo'r. Aka. Ha, uhu. Aka. Ha. Anaqa bira keling. Bitta sizga ovqat beraman hozir. Ovqat. Mana pizza. Anaqa. Pizza, tak, bu burger. O'shma burger emas, bitta kofe bersa yaxshi ish bo'larmidi? Aka, anaqa qilib bering. Nima edi? Anaqa telefonchalar. Ha, obunachilar bilan salomlashmaysanmi? Assalomu alaykum. O, mazat. Bu qanaqadir effekt. O, tez yurish effektini berar ekan. Ikki zo'r. Qani, do'stlar. Men super odamman, ya'ni Flashman do'stlar. Da yugur qishloqlar qaranglar, men super tez yuryapman. Hech kim menga yeta olmaydi. Men ham yeta olmaydi. Aqutamga qushlar kirib ketasiz. Keling. Bira keling, to'pim. Takchi, sen o'zi qanchaga olding bu kredit rejimni? Janob mer juda qimmatga sotadi, bilasanmi? Mana. Qanchaga olding? Oho, izimurtlar ko'p ekan. Tepadan shu taraf hamma narsalar. Qo'yil zo'r ekan. Kredit senga mazza, axir men bechora survivalman. O, salom do'stim, qalaysan? Ha, zo'rda yaxshi turibsanmi? Bu yerga singling kelib olib, kredit narsalarga maqtanadi. Biz o'tolmaymiz-ku. Ko'p maqtanmasin, yo bersin. Oy. Ey, o'zi uraman, aytib qo'yay. Qani bu yerdan chiqib ketsin, hozirroq. Men sen bilan gaplashmoqchiman. eshitding-a? Ana, chop. Xullas, aytyapman, yo bersin, yo chiqib ketsin polidaga. Tushundingmi? Yo bersin, yo maqtanmasin. Tushunarli do'stim. Yo aytaman hozir. Shamnam. Bu yerga kel, u maqtanma. Yoki ber, tushunding-a? Davay. Aytgancha fermaga qaradingmi o'zi? Yo'q. Ferma, seni ferma. O'zi nima ish bilan shug'ullanyapsan bu yerda? Senga savol berdim. Nima ish bilan shug'ullanyapsan? Aka, telefoncha bering. Telefon. Bering. To'pim. Tak, mayli, Shamnam, sog' bo'l. Men ishlarim bor. Tak. Tak, mana uyimga. O, Jitel, nima bo'ldi? Ha, menga garaj kerak. Iltimos, sendan so'rab kelgandim. Yaxshi, qayerga garaj? Uyingning yoniga, lekin u sening garajing bo'lib tursin, iltimos. Aytib qo'yay, lekin men unga umuman soliq to'lamayman. Yo'q, men o'zim to'layman. Faqat sening oldingga shu garaj tursa bo'ldi. Men uyimga garaj qurgandim, buzib ketishdi politsiyachilar. Mayli, menga farqi yo'q. Men senga o'zi garaj qurib beraman va lekin men uning pullarini do'ngidek to'lamayman. Qani ketishing mumkin. Tak, do'stlar, Jitel, bugun kech bo'ldi. Men ertaga albatta nima qilib beraman, ya'ni nimalaringni qilib beraman. Mana bu senga garaj qurib beraman, albatta. Yo, do'stlar, ko'rdingizmi? Bizdan garaj so'rab kelibdi. Do'stlar, kommentariy yozib qo'ying, unga yordam beramizmi yoki yo'qmi do'stlar. Agar yordam beradigan bo'lsak, plus qoldiring. Agar yordam bermasak, minus qoldiring do'stlar. Iltimos, izohlaringizni o'z kommentda yozib qoldiring. Ammo hozircha hikoya yo'q. Albatta hikoya yo'q, lekin albatta bo'ladi. Kirishing mumkin. Shamdan baribir ismingni ko'rib turibman. Eshityapsanmi? Ko'rib turibman, kirishing mumkin. Xo'p, do'stlar, sizlar videoga like bosing va obuna bo'linglar, короче, do'stlar. Xullas, bo'linglar-da obuna. Xo'pmi, do'stlar? Obuna bo'linglar. Bo'pti, sog' bo'linglar. Tak, aytgancha, iltimos, hozircha hikoya tuzmadim, lekin bu yangilanishga yo'qdimi, modlar, ya'ni narsalar yo'qdimi? Shuning iltimos o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. 13 qishloq va boshqa sidlar sizlarga kerak bo'ldi, ya'ni modlar kerak bo'lsa, men buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Albatta, Telegram kanalimga hech bo'lmasa 20 ta obunachi va o'zimning laykim 120 ta layk bo'lgandan so'ng. Xayr, salomat bo'linglar va mana bu animatsiya modini ham tashlab qo'yaman. Xayr, salomat bo'ling.